Hop, bugungi 3-darsimiz bo'ladi, xudo xolasa. O'tgan darslardan savollar bormi qanaqadir? Tushunmagan joylar yozib olgansizlar, keyin tushunmadinglar yoki shu narsani ishlatib ko'rdinglar yoki o'xshamadi. Nimani o'tdik o'zi o'tgan safarlar? Skript etaplab o'tildi. Hop, eng muhim narsa nima ekan prodajada? Prodajada qanaqani muammosini o'rganib, keyin o'sha muammoni o'ziga qarshi ishlatish, to'g'ri. Ehtiyojchi o'rgangandan keyin uni nima qilish kerak ekan? Ehtiyojchi o'zini oshirish kerak. Xo'p, nima orqali oshiramiz ehtiyojchi? To'ppa-to'g'ri gap bo'lishi mumkin. Hali bunaqa tez o'rgangan odamlarni ko'rmaganman. Ko'pincha odamlar seriozli qaramaydi bu narsaga. Bilmayman deb turadi. Xo'p, bugun prezentatsiya haqida o'tamiz. Prosta prezentatsiya emas-da. Prezentatsiya deganda mana o'sha ehtiyojni oshirib bo'ldingiz. Endi bu yog'iga klientga mahsulotingizni maksimalni ko'rsatib berishingiz kerak. To есть asosiy qismlardan bittasi deb olsak bo'ladi, chunki mahsulotni shunaqa yoritib berish kerakki, чтобы klientni o'sha internetdan ko'rgan qiziqishini nimaga aylantirish kerak? Xohishga aylantirish kerak. To есть sizning gaplaringizdan keyin klient xohlash kerak. No, sog' bo'ling. Lekin shunaqa gap aytuvdimki birinchi darsda, что razgovoringizda 50-50 bo'lishi kerak. Bu klient, bu siz. Agar faqat siz gapiradigan bo'lsangiz, mana e'tibor berganmiz, zapislar qo'yib berishgan, yoqqa kirdingiz, faqat operator gapiradi, bilasizmi? Bitta nafas oladi, tir faqat gapiradi. U narsadan klientni eshityaptimi, u kiryaptimi miyasiga, u narsani e'tibor bermaydi. Faqat nima qilish boshlaydi? Mahsulotni kачествolarini aytadi, maqtashni boshlaydi va hokazo. Lekin agar tubdan olib qaraydigan bo'lsangiz, mahsulotni sotish uchun klientni emotsiya uyg'otish kerak. Emotsiya bo'lmasa sota olmaysiz. Chunki qo'pol qilib aytganda, biz ham kiyim kiyayotganda, kiyim tanlayotganda, uni kiyib bo'lgandan keyin o'sha unga yoqishni boshlaydi bizga. Emotsiya o'shanda uyg'onadi. O'shaning uchun ham kiyib ko'ring deyshadi. O'shaning uchun ham kiyim kirganda, men mana bitta magazin kirdim yaqinda. LC Waikiki da adashmasam. Hali hech qaysi do'konda bu narsani ko'rmaganman. Razdivalkaga kiryapman, kiyim almashtiraman. Hamma yoqda prosta bitta oyna bor. Razdivalkada ularda 3 ta oyna bor. Qanaqa orqangizda ham, oldida ham, shtub orqadan qanaqa turishini. Menga rosa yoqdi bu narsa. Nimaga? Chunki hech qachon hali kiyimimni orqadan turishini ko'rmaganman-da. Realno o'sha nima oldim? Adashmasam bitta kattaroq futbolka oldim-da. Yelkalarim menga massivniroq, kattaroq ko'ringani uchun menga yoqdi, turish yoqdi. Oldidan men bilaman qanaqa turishini. No, orqadan hali ko'rmadim qanaqa turishini. Xuddi shu narsa sartaroshda ham bor. Sochingizni orqadan ko'rsatib qo'yadi, zo'rda u ham emotsiya uyg'otadi. Wow deysiz, misol uchun. Yo'qki yoqmasa aytasiz, yo'q bo'lmadi, menga o'zgartirib bering. Kiyimda menga shunaqa narsa juda ham yoqdiki, o'zim endi prodajnichidaman-ku, aytaman, zo'r o'ylashdi deyman-da. Realni yoqdi menga. Xuddi shunaqa prezentatsiya qilayotganingizda birinchi navbatda klient va siz 50-50 gaplashishingiz kerak, ikkinchi navbatda siz klientda emotsiya uyg'otishingiz kerak ekan. Qanaqa uyg'otiladi emotsiya? Nike firmasini bilasizlarmi? Hammaning uyida Nike'dan nimadir bo'lsa ham bor, to'g'rimi? Misol uchun, kepka bo'lsa ham bor. Nimaga? Biz sportmen emasmiz-ku. Nike o'zi ko'rganmisiz, kostyum-shim, jinsi bo'lsa ham sotmaydi. Faqat sportivniy одежда sotadi. Biz o'rganib qolganmiz, aytaylik, hamma narsaning spets одеждасы bor. Sportivniy kiyim faqat sport bilan shug'ullanayotgan kiyish kerak, logika bo'yicha, to'g'rimi? Lekin hammamiz uyda Nike, Adidas va hokazo. Nimaga? Chunki ularning reklamasi, ularni kiyib ko'rsatadigan odamlari hammasi sportivniy telosложение. Chiroyli, bo'y baland, mashhurlar. O'sha mashhurlar qanaqa? Xunuk mashhurlarni qo'ymaydi hech kim. Chiroyli mashhurlarni qo'yadi. Siz uni ko'rganingizdan keyin siz ham xuddi shunaqa ko'ringiz keladi. Ular ustida turgan narsani siz o'zingizga ham kiyib ko'rgingiz keladi. Solishtirasiz, menda ham shunaqa turadi yoki turmaydi. Nike aynan shu narsaga nima deydi? Lozungi bor. Just do it. Просто сделай это. Shunchaki shu narsani qil. Bu juda ham oson. Shu lozung odamni endi Amerikada bu kuchliroq-da, endi biz ko'p tushunmaydi-yu ma'nosini. No, Amerikada prosta shu narsani qil. Prosta borib olganingda ham demoqchi, sen shunaqa qomatga, shunaqa vidga, shunaqa nima deydi, mashhurlikka ega bo'lasan deb shu lozungni qo'yadi.
Bu zo'r yo'l, bu ham qaysidir ma'noda emotsiya uyg'otadigan narsa. No, bizani batliga qanaqa aloqasi bor bu narsani? Nima deb o'ylaysiz? Bizlar ham masalan ozish haqida o'tdik kecha. Masalan, mabodo klient aytib qolsa, mana shunaqa qomatga bo'sh qolaman desa, biz ham aytsak bo'ladi. Siz qo'lingizdan keladi. Siz ham qila olasiz. U ham oldin masalan to'liq bo'lgan. Misol uchun qo'lingizdan keladi. Siz ham qila olasiz. Odam qilgan narsa odam qila oladi. Mana shunaqa qilib sal bo'lsa ham Воображение kirasiz. Xo'p. Bizlar ham ularga qiziqish bildirib ko'taraverishimiz kerak. Lekin mahsulot shundoq reklama qilganda bundoq ko'rsatib berishimiz kerak. Hali mana bunaqa narsa. Endi sizga kerak bo'lishi mumkin. Eshitib qolsangiz sizga foyda. Xo'p. Lekin bitta narsaga e'tibor olish kerak, bu mahsulot u kishi bilan boshqani taqqoslab qo'ymasligi kerak. Masalan, sen masalan falon kilo ozdi, sen xuddi o'sha ko'rinishda bo'lasan, seni besing. Nimaga mumkin mana shunaqa qilish? Chunki unda ruhiyat tushib qoladi. Nimaga? O'ziga Ishonch tushib qoladi desa? Bu ham emotsiya-ku. Qarang, emotsiya deganda faqat yaxshi emotsiya gapirilmaydi. Любой emotsiya bir xilli, bir xilli, qarang, bir xilli, naborot jahlini chiqarib turib, shuncha odam ozyapti, sen nima ozolmaysan deb turib ham sotish mumkin. Kimgadir negativ yo'l qo'yadi. Kimdadir naborot pozitiv yo'l qo'yadi. Odamiga qarab, siz aytayotgan narsa agar odam naborot shunaqa narsalarni yoqtirmasa, yo'q, olmayman turib olishi mumkin. Bir xiliga naborot deydi bu narsa. Bilasizmi, ana motivatsiya beradigan videolarda ko'rganmisiz? Bu narsa deb baqirib, yuziga tars urib chiqasaveradi. Shu negativ ham unga qanaqadir yordam berishi mumkin. Shunaqa. To есть bu oldindan bila olmaysiz, nima unga yaxshi, negativmi yoki pozitiv. Uni faqatgina prezentatsiyagacha, uni aytdim-ku, menejer po продажам zo'r analiz egasi bo'lish kerak. Analiz qilib, sekin o'rganib, ikkita uchta gapingizga qanaqa gap kelyapti sizga, qanaqa bu odam, sekin o'rganib olasiz-da. Bu sразу bo'lmaydi. No, vaqt o'tgandan keyin продажani menga lichni o'zim yordam bergan tarafi, mana shunday odamlarni o'rganishni boshladim-da. 2-3 og'iz gaplashyapman, o'zi sekin tushunaman, bunaqa gaplashish kerak. Продажник, sotuvchi juda ham gibki bo'ladi-da. Bruce Lee'ning gapi bor. Eng zo'r narsa bu suv. Nimaga? Suvni choynakka solsang, choynakning formasini oladi. Stakanga solsang, stakan. Siz suvga o'xshagan bo'lishingiz kerak. Klient qanaqa bo'lsa, siz o'shanga moslashishingiz kerak. Bu sizga ertangi hayotingizda ham juda katta yordam bo'lishi mumkin ekan. Tushunasizmi? Shu yerda ham klient o'rganib bo'lib, prezentatsiya payti u nimani eshitgisi kelayotgan bo'lsa, o'shani berishingiz kerak ekan. O'zini anaqasi bor ekan, emotsiya uyg'otishi yo'llari bor ekan. Aytaylik, o'sha ozdiruvchi, to'g'rimi? Slim fit. Nimaga biz katta slim fitga urg'u beryapmiz? Chunki yaqin orada kunlar isiydi, odamlar sekin nima qilishni xohlaydi? Ozishni xohlaydi. Odamlar ko'pincha hozir bahonasi nima bo'lyapti? Erimdan ruxsat so'ray. Pulimni erim beradi. Erimdan so'ray. Erim. Bu bahona men uchun. Bahona qilganning sababi sizni o'sha aytgan gaplaringizdan kelib chiqib, unda hali emotsiya uyg'onmadi. Nima qilish kerak? Birinchi navbatda mahsulotni emas, orzusini sotish kerak. Qanaqa orzu bo'lishi mumkin? Agar Vot, eng asosiy narsa eri. Nimaga? Chunki hozirgi paytda ayniqsa tan olib aytish kerak, o'zbek oilalarda agar ayol kishi yoshligida yaxshi ko'rinib, vaqt o'tgan sari uje vidini yo'qotsa, er nima qiladi? Soviydi. Sovishi eng oson narsa. Eng qiyini nima qiladi? Ko'chadan izlaydi nimadir. Bu o'zbek tilida er bermoq, jon bermoq degan gapga olib keladi, to'g'rimi? Ko'p ayollarni eshitsangiz, o'sha narsadan rosa siqilgan bo'ladi. Ko'p ayollarda shu oldin eri xachabi qanaqadir bo'lsa ham vnimaniyani qiladi. Mayli kimdir yoshligida gul beradi, nimadir qilmas. No, xachabi qanaqadir vnimaniya, jilmayib qo'yish, ovqating shirin chiqdi, nimadir mehr xachabi ozgina mehr ko'rsatgan. No, vaqt o'tgan sari shu mehr ham yo'qolishni boshlaydi. Bu ko'p ayollarning больной точкасы bo'lishi mumkin. Siz o'sha больной точкasiga yo o'sha negativ bilan kirishingiz mumkin yoki pozitiv bilan kirishingiz mumkin. Qanaqa? Misol uchun aytaylik, operator klient bilan gaplashayotganda oddiy so'z bilan boshlaydi. Tasavvur qiling deb boshlaydi. Tasavvur qiling, produkt emas, ozish haqida emas gap. Faqatgina o'sha orzusidagi bir kun. Tasavvur qiling, siz eringizni, misol uchun выходной, o'zingizni выходной kun yoki eringizni выходной kuni ertalabdan chiroyli yasanib, uylarni hammasini yig'ishtirib, bolalarni ota-onangizga jo'natib, o'sha qachondir ko'rgan ko'yligingizni sotib olib, o'sha kuni kiyib yoki eringizni ishdan kutayotganingizda chiroyli kiyinib, uyingizda ovqatlarni cho'tki qilib qo'yib, svetlarni o'chirib, shag'amni yoqib, romantika qilsangiz, eringizga bu narsa yoqadimi, yoqmaydimi?
Yoqadi albatta. Eringiz sizni oldingi holatingiz bilan hozirgi holatingizni taqqoslaganda siz eringizni ko'zida yaxshiroq ko'rinishingiz mumkin, ko'rinasiz. O'shanda sizni eringiz hattoki ishdan voqliroq kelishni boshlaydi. Har bir ovqatingiz mazasi bo'lmasa ham shirin tuyulishni boshlaydi. Tezroq sizga nima deydi, mehri oshishni boshlaydi. Oldingi endi erga teggan paytlaringizga romantika qaytib kelishi mumkin. Ayol kishiga mana siz ayol kishi, sizga shu narsa naqot yoqmasa, bu ayol kishi yoqadi, to'g'rimi? No, bu narsa uchun qanchalik harakat qildingiz? No, bu narsa uchun siz nima qildingiz? Sizni hozirgi paytingizdan kelib chiqib, bu mahsulot sizga eng to'g'ri keladigan mahsulot. Nima uchun? O'sha kechagi aytgan etaplarda aytgan narsamni yana qaytaraman. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi. Xavfsizlik, pul tejalishi, vaqt tejalishi va to'rtinchisi nima edi? To'ppa-to'g'ri. Qulaylik. Bu praktichность, ya'ni puxta o'ylaydigan odamlarga kerakli narsa. No, emotsiya ko'pincha ayollarga, yosh kattalarga, mehr talabida bo'lganlarga juda ham emotsiya orqali kirish kerak ekan. Endi orzu deganda keyin taqqoslab beraman. Mana точка A, mana bu точка B. Bu yerda suv. Siz orzu deganda точка B ga qaysidir ma'noda most qurib berishingiz kerak ekan. Sizni har bir aytgan gapingiz har bitta mostda nimasi ekan? Taxtasi ekan. O'sha odam sizni qo'lingizdan ushlab, o'sha most orqali точка B ga borish kerak ekan. Lekin siz so'z boyligingiz kam bo'lsa, fantaziyangiz sal sustroq bo'lsa, mahsulotni puxta bilmasangiz, undan nima olishi mumkin bo'lgan effektlar klientni o'rganmagan bo'lsangiz, sal qiyinroq bo'ladi. Nimaga? Chunki siz kerakli gap topib bera olmaysiz. Kerakli so'zlarni topib bera olmaysiz. Uning uchun sizda воображение kuchli bo'lishi kerak yoki o'zingizni o'sha ayolligingizdan kelib chiqib, o'zingizni ehtiyojlaringiz ham shu narsaga bo'lgani uchun o'zingizdan kelib chiqib aytishingiz mumkin. Agar misol uchun klient erga tegmagan bo'lsa yoki уже yoshi o'tib bu narsalarga hech qanaqa aloqasi bo'lmasa, siz misol uchun soliq orqali kirishingiz mumkin. So'raysiz, hozirgi paytda boshida so'rab olgansiz, muammolar, qarsinib qolasizmi, o'tirsangiz tura olmaysizmi, yuragingizda уже sekin muammolar bor deganda yoki boshqa kasalliklarda, sustav, diabet, keyin gipertoniya, yurak kasalliklari, vizukas kasallari, to'g'rimi? Unda ham xuddi shunaqa orzuni topib berish kerak. Mana misol uchun men aytaman, bitta yosh katta doda bilan gaplashganimda sustavlik sotaman-da unga. Boshida 3 ta savol berish kerak edi. Kasallikdan tashqari 3 ta savol. Ishim yo'q, pensionerman dedi. Oilasi, bola chaqalar, nevaralar bilan turadi. Uchinchisi maqsadi. Nima uchun sizga bu narsa kerak? Mana bundan nima olmoqchisiz? Bo'g'in og'riqlari ketdi deb hisoblaylik. Oyoqlaringiz og'rimayapti deb hisoblaylik. Bemalol o'tirib turibsiz deb hisoblaylik. Mana shu sog'liq sizga nima uchun kerak? Ishlamoqchimisiz? Ko'chada yurib kelishingiz nima uchun kerak siz desam, bolam ochig'ini aytganda, men anchadan beri tomorqada ishlamay qoldim. Meni hobbim tomorqada o'sha agarodimni chopib, ekinlarimni ekib, pomidorlarimni sug'orib, nimadir qilib o'zimni ovutardim. Hozir chiqmay qo'ydim. Deganda men tushundimki, aha, demak bunga o'sha narsa kerak edi. Prezentatsiya payti nima dedim? Doda dedim. Tasavvur qiling dedim. Ertalab mazza qilib choylarni ichib, o'zingizga choy damlab, hech kimga qaramaysiz, bemalol turasiz, bemalol yurasiz, ha? Qanchalik zo'r bu narsa. Ertalab turib choy ichib, tomorqaga chiqib, gullaringizni sug'orib, daraxtlaringizda pishgan mevalarni o'zingiz olib, uyga olib kirib, kelinga berib, men murabbo qilib qo'ydim. Keyin chiqib pomidorlarni aniq qilib, yerlarni chopib, suvlarni o'tkazib, qanchalik mazza doda desam, voy deyapti, tushunasizmi? Emotsiya uyg'onyapti unda. Men o'sha mahsulot haqida, uni sostavi haqida yoki nimadir haqida gapirmayman. Men faqatgina uni orzusini ushlab olaman, shunga beraman, emotsiya uyg'otaman. Men bilaman, что nima demiki, men kerakli mahsulot sotayotganim uchun unga yaxshi narsa beraman. Men uni aldamayapman, men uni pulini olmoqchi emasman. Men unga o'zi eshitgisi kelgan gaplarni gapiraman. O'shaning uchun bizda muhim emotsiya uyg'otib, mahsulotni yetkazish. Любой narsani sotayotganingizda baribir emotsiyaga qaraysiz. Maqsad so'rash kerak. Nima uchun? Qaysi ma'noda? Maqsadingiz nima desa, shu kasallikdan forig' bo'lishdi deydi. Yo'q, kasallikni tasavvur qiling, bo'ldi. Kasalligingiz yo'q, sog'lig'ingiz joyida. Nima uchun kerak sizga bu narsa? Aytaylik, o'sha potensiya bo'yicha ham. Da hammasi zo'r, hamma narsa cho'tki, hech qanaqa lishni muammo yo'q. Nima uchun kerak sizga? Nima bo'lyapti? Oilangizda muammo bormi yoki o'zingizni qanaqadir kamsitilgandek his qilyapsizmi? Erkaklik xususiyatingiz yo'qoldi yoki g'ururingiz sal tushib, nimaga uchun kerak? Da shunaqa desa, ana kuni ayolim ozgina mendan xafa bo'lib qoldi, u yoq bu yoq. Bo'ldi, o'shani shu. Ishdan kelsangiz, ayolingiz chiroyli kutib oladi sizni. Egovlamaydi.
choylaringiz tayyor, ustularingizni qoqib qo'yadi, oyoq kiyimlaringizni artib cho'tka qilib qo'yadi, har kuni tursangiz sizni shirin muomalani kutib oladi. O'sha emas baxtsiz, u ham shu. Sizga balkim aytmasligi mumkin, miyazni aylantirsa bo'ldi. Unda ham savollar bilan mana shunaqa qilsa qanaqa bo'ladi? Ha, nima deysiz? Zo'r emasmi desangiz, u miyasida shu narsani aylantirib, o'sha narsani olishga bo'lgan xohishi oshadi. O'sha ma'noda prezentatsiya qiziqishni xohishga aylantirish kerak. Aytayotgan gaplaringizga juda e'tiborli bo'ling. Nimaga? Chunki siz kerak bo'lsa oldindan yozib olib, repetitsiya qilib, duduqlanmasdan, uyalmasdan, ko'pchilik holatda operatorlar uyaladi bu narsalarni gapirishga. Unga oddiyroq narsani gapirish osonroq. Shu sostavni aytib bersam, nima qilishini aytib bersam, dokumentlarimiz bor, hujjatlarimiz bor, unaqamiz, bunaqamiz, shu osonda unga. Bu o'zi boshqa urovень. U yerda o'zi ozgina miyani ishlatish kerak, fantaziyani ishlatish kerak. Uning uchun men gruppamizga borku, gruppada borku hamma videolar tashlab qo'yaman, lekin ular rus tilida, o'ta mazmun voqeat tushuntirilgan. Qanaqa qilib emotsiya orqali sochish mumkin. Prezentatsiya qilayotganda shu narsaga e'tibor berishingiz kerak. Va mana bu narsalardan baribir qochib qutula olmaymiz. Bu narsa ham muhim. Bu narsa muhimligini shu tarafi borki, siz shunchaki bizning mahsulot xavfsiz deya olmaysiz. Siz shunchaki bu pulingizni tejab beradi deya olmaysiz. Sizga fakt kerak. Shunaqa klientlar bor, mana bir xil klientlarga emotsiyani o'zi yetadi. Bir xil klientlarga fakt kerak. Nimaga? Chunki ular o'zi kuygan nimadandir. Olgan, ishlatgan, bir tiyinlik foydasi bo'lmagan, shuning uchun sizga ham ishonmaydi. Endi birinchi emotsiya, ikkinchi fakt. Fakt deganda uni xarakteristikasi, xat hujjati, qonuniyligi hammasi sekin-sekin shu joy-joyiga tushishi kerak. Aytaylik, faktdan siz foyda, bu o'zi foyda-da. Xavfsizligi foyda, pul tejalish foyda, vaqt tejalish foyda, qulayligi foyda. Faktdan siz foyda yasashingiz kerak. Misol uchun, mahsulotingizni aytaylik, Slim Fit nima karomati bor, nima xarakteristikasi bor? Misol uchun stul ayta olaman, jigarrang rangda, 3x4, qanaqasi bor, taxtasi prochniy va ho'kiz. Bu faqat faktlari, to'g'rimi? Bu faktdan men foyda chiqarib berishim kerak. Bu yizik faktov deydi, yizik выгод deydi. Выгода bo'lishi kerak narsadan. Lekin uni shunchaki bizning mahsulot foydali deya olmaysiz-ku. Bu suxoy gapda, yo ishonadi yo ishonmaydi. Mahsulotingizni, misol uchun Slim Fitni nima faktlari bor? Xo'p. Bu xususiyati, fakt kerak menga. Aniq o'lcha oladigan, bilsa bo'ladigan, tekshira oladigan. Masalan, sizda mana shu kilodan mana shu kiloga. Yo'q. Mana telefon qora rangda. Slim Fit kichkina ko'rinishi. Shunaqa, kapsula ko'rinishi, sostavi, fakt kerak menga. Misol uchun liposoma, aytib berishdimmi sizlarga liposoma texnologiyasini? Yetishmadimi? Slim Fit o'tmadinglar? Boy o'tdinglar shekilli, ochiq haqida gaplashdinglar. Slim Fit ozdiruvchi, liposoma haqida. Liposoma nimaligini bilasizlar? Mana fakt. U liposoma texnologiya asosida ishlaydi. Liposoma bu, tasavvur qiling, mana muammo, bu yerda misol uchun aytaylik, o'sha odam og'iz orqali ichadi-ku, ichganda yetib boradigan joyini qayerdan biladi? Mana savol-da, bosh og'riq dorisi, tish og'riq dorisi, o'zi umuman og'riq qoldiradigan dori qayerda nimamiz o'rayotganini qayerdan biladi? To'g'rimi? U savolga men javobim yo'q, lekin liposoma haqida gapirib bera olaman. Mana muammo. Mana dorini ichdingiz. Liposoma shunaqa narsaki, bu transfer bo'lib beradi. Dorini xususiyatini kerakli joyga olib borib beradi-da, o'zi ketadi. Yetkazib beradi, transfer. Raketani ko'rganmisiz? Mana bu reaktivni joyi bor-da, uchida faqat kerakli raketa bor. O'sha bu yonib kul bo'lib ketadi-da, mana bu tepaga chiqib ketadi. Bu pastga tushib ketadi. Bu asosiy qilib beradigan ishi buni ko'tarib beradi tepaga. Yetkazib beradi, uni boshqa xususiyati yo'q. Liposoma ham xuddi shunaqa texnologiyaki, u sizga o'sha dorini kerakli joyi, kerakli narsasini kerakli joyga yetkazib beradigan transfer hisoblanadi. Bu texnologiya yangi texnologiya hisoblanadi. Bizning hech qaysi dorilarimiz bu texnologiya bo'yicha ishlatiladi. Liposoma bu faqat Slim Fitda va Urionda. Ikkalasini egasi bitta-da, поставщиgi bitta. U поставщик mana shu liposoma texnologiya orqali qilinadi. Mabodo qiziq bo'lsa yozib qo'ying, bo'sh bo'lganingizda internetga kirasiz, batafsilroq ma'lumot olishingiz mumkin. Liposoma texnologiyasi nima deb yozsangiz Google'ga, Google sizga javob beradi. Endi bu fakt. Bu faktni siz foydaga aylantirishingiz kerak. Liposoma texnologiyasi bo'lgani uchun
Bizani mahsulotimizni kerakli, foydali tomonlari, vitaminlari sizni o'sha joyingizgacha yetib boradi. Bu o'z yo'lida sizga tezroq effekt berishga yordam beradi. Men o'zim ishlayotgan emas Slimfitda. Bemalol ayta olaman. 10 kunda 2 kilo yozdim. 90 edim, 88 bo'ldim. Ovqatlanishni qo'llaydi. Oddiy shunaqa ovqatlanaman. Diyeta qilganingizni sinashmanglar. Ha, mendachi keyin orada правильно pitani qilmoqchi bo'ldim. Zakaz qildim ham hisoblash zakaz qildim ham ovqatlandim, lekin baribir kech paytga 6 dan keyish mumkin emas, qornim ochdi, polni go'shtli, yog'li, fast food, masfood ketaverdi. 6gacha qilyapman, 6dan keyin xohlaganim yeyapman, deb baribir. Ha, o'rtacha oxirgi ovqat 6 da beriladi-da, yozib qo'ygan 6 da. Yozib qo'ygan, iltimos 6 dan keyin shu narsani qo'llang, boshqa ishlarni yemang deyapti. Men yetmayapti-da, 1800 kaloriya olganman, yetmayapti menga. Darishdan ovqatlanib boryapman. Men aytmoqchi bo'lganim, biz o'zimizda resurslarni olib, ishonch yana ham oshishi uchun. Пожалуйста, mana hozirgi Timurni olib olinglar. Ishlasak bo'ladimi demoqchi. Пожалуйста, mana Islom degan bola bor, 7 kilo yozdi. U mendan battar. Men ko'p правильный питание хотя бы kun davomida qildim. U umuman правильный питание qilmadi. Xohlaganini yeb. 7 kilo yozdi. 7 kilo, bu juda katta rezultat. Masalan, biz qilmaganimizda gazli, o'shanaqa narsalar ichmaylar deymiz, tamaki mahsulotlari yo'lini to'sib bu narsani yaxshiroq rivojlanishiga va yordam kuchini kesadi deb aytilgan gaplarni eshitdim. Ha. O'sha narsalardan o'zingizni tiying degan holatda ham ta'sir qiladi. Ha, mana bunaqa narsada, meni maslahatim sizga shu narsani qilmaslik. Nima siz ustida tura olmayman. Bab yeb qo'yasiz, bab ichib qo'yasiz. O'shaning uchun mabodo shunaqa bo'ladigan bo'lsa, ertaga mendan effekt kutmang degan ma'noda aytasiz. U nima uchun kerak? U aytishi mumkin-da, men agar yog'li, tuzli yemasam shundoq ham ozaman deydi-yu, bo'lmagan gap. Misol uchun, bizni birinchidan tiya olmaymiz. Bu tiymasa ham effekt beryapti. Asosiysi yog'li-mog'li demang, asosiysi gazli, spirtli, tamaki mahsulotlarini ichmasin bo'ldi. Shu. Men aytmoqchi bo'lganim, kecha men 9 odamga telefon qildim. 5 tasi oldi. Bittasi rolda mandida, 4tasidan 2tasi menga javob bergandan keyin ikkilanib qoldim. Nima qilishni bilmayman. Nima dedi? Menga qaradi, menga mahsulot ham kerak emas. Maslahating ham kerak emas, konsultatsiyang ham kerak emas. Просто telefonimni o'chirib tashladim. Narxini ham so'ramadimi? Hech narsa bilan qiziqishmadi. Hech narsa kerak. Nimaga bilasizmi? Chunki siz qilgan klientlarga sizdan oldin bir 24 tasi telefon qilganda. Yoki butun call centerdan aylanib sizga kelgan. Esingizda bo'lsa, boshida aytdim, eski nomer berishadi. Bu normalni, darshi qo'rasiz. Orada 10 tasidan bittasi bilan gaplashsa, o'shanda trenirovka qiling. Просто o'sha trenirovkangiz paytida sizni gaplashishingizga biz ozgina bo'lsa uverin bo'lsak, свежий rozayevka beramiz, muammo emas. O'shani sal borish uchun nimadir qilsa bo'ladimi deyapman. Unaqa Shu odam insonlar qanday Unda mana bunaqa qiling. Unda mana bunaqa qiling. Siz sotuv bo'limidan qilmayapsiz. Haqiqatan siz hali call center kirmadingiz. Siz aytaylik da shunchaki sotish uchun emas, shunchaki siz bilan nima uchun, qanaqa bo'ldi, nima sizni bahoyingiz, o'zingizni bizga bo'lgan otzifingizni bering. Bizani malakali mutaxassislarimizdan olgan ma'lumotlarga baho bering deb, nima yoqmadi, nima yoqdi deganda, u gapga solinishni boshlaydi. De gapirayotganda o'zi nima bo'ldi, nima uchun zakaz qoldirdingiz deb keyin o'sha u yoqqa o'tib ketsangiz bo'ladi. Uni asosiy maqsadi sizni sotuvchiligingizni bilib, sizdan qutulish. Chunki anta 7 tasi bilan gaplashgan. Agar siz sotuvchi emasligingizni, sotish uchun qilmaganligingizni bildirib qo'ysangiz, u keyin sizga sal bo'lsa ham ochiladi. Ochildimi, keyin sekin o'zidan yana ehtiyoj so'rab ko'radi. O'zi nima zakaz qiluvdingiz desangiz, mana bunaqa edi, mana bunaqa edi. Nima ishonmadingizmi shunaqa bo'lishiga? Yo'q, ishonmadim. Keling unda hajab mana bunaqani eshitib ko'ring, yoqsa keyin olasiz, yoqmasa olmaysiz. O'zi sizga ochilib bo'ldimi, xolos qolamasa eshitadi. Ruldaman deganlarga men aytaman, o'zingiz uchun, men 5 minut vaqtingizni olishim uchun shuni chetga qo'yib turing. Hali menga bu vaqtingiz uchun rahmat deysiz. Men sizni faqatgina o'zingiz uchun foydasi uchun gaplarim bor, xolos. Deganimda kimdir qo'yadi rulni chetga, suradi, to'xtaydi mashina. Kimdir yo'q, keyinroq boring deydi. Bu normal holat. Bundan ham xafa bo'lmayman. To есть bu sizni qaysidir ma'noda chiniqtiradi. Nimaga? Bu yerda qiyin ko'rib, u yoqqa kirsangiz, semchkadek sotib tashlashni boshlaysiz. Lekin hozir u yoqqa kirsak, oddiy klientlarga, yangi klientlarga sotolmay, u yoqqa olib kirib, yana bu o'rgataman siz. Men endi arzon qildimsa, unda siz tim bo'lib sinib qolasiz. Lutchi hozir chiniqib, nari qilib oson ishlaganingiz yaxshi. Tajribangiz oshadi zato. Endi yana nima faktingiz bor?
Keling sizga yordam bering. Ikkinchisi kapsula ko'rinishida. Bu faktmi? O'lchab, ko'rib, tekshirib, dokaz qilsa bo'ladi. Nima foyda bor kapsula ko'rinishi bo'lganda? Ichilishda qiyinchiliklar bo'lmaydi. Misol uchun hidi kelmaydi. Jelatinli qoplama bo'lgani uchun bemalol ichaveradi suv bilan. To'ppa-to'g'ri. Chiqargan Aha, kapsulamizni bilasizmi? Kapsulalar asosan harom narsalardan qilingan bo'ladi, to'g'rimi? Kapsulaning o'zi jelatindan yoki qizartirish uchun qanaqadir qumursqa bor ekan, o'shaning rangidan qo'shadi, to'g'rimi? Bizani mahsulotlar esa aynan halol sertifikatga ega kapsulalardan qilinadi. Bizani kapsulalarni bemalol ichsa bo'ladi. Nimaga? Chunki ular halol mahsulotdan qilingan. Tushuntira oldim? Tabiiy giyohlar. Tabiiy giyohlar, to'g'ri. Xo'p, tabiiy giyohlarning nima foydasi bor? Anaqaga organizmga cho'qinda bo'lib qolmasligimi? Yo'q, tabiiy giyohligini eng asosiy nimasi ikkita gap gapirishim mumkin. Birinchisi zarar emasligi, ikkinchisi men savol beraman-da. Bu yerda ham men bitta narsani gapirib berish uchun undan feedback olaman. Bitta savol beraman. Savol: oldin hali texnologiya bunchalik rivojlanmaganda, meditsina unaqa rivojlanmagan odamlar qanaqa qilib kasallikni davolashgan? Demak, bizani eng mashhur dodamiz kim? Ibn Sino. Luboy kitobini ochsa, mana shu bizani mahsulotlarda ishlatilgan tabiiy giyohlar uni kitobida bor. Bizi o'sha imенно kitobdan kelib chiqib shu narsalarni qilamiz. Luboy tabiiy batlarni olsangiz, hammasi Avitsennani kitobidan olingan. Chunki eng nomer 1 tabiiy giyohlar bilan davolaydigan va haqiqatda katta nufuzga ega bo'lgan, rezultatga ega bo'lgan shaxs bu Ibn Sino. Butun dunyo tan olgan odam. Luboy doktorga borsangiz, misol uchun bo'lsa Amir Temurni bilmas, Alisher Navoiyni bilmas, lekin Avitsennani biladi, hamma biladi. Luboy doktor buni qilayotgan ishidan o'ziga nimadir oladi. Demak, tabiiyligini birinchi tarafi xavfsiz ekan, ikkinchi tarafi o'sha davlat o'sha davrlarda odamlar faqat tabiiy yo'l bilan davolangan va kam bo'lmagan. Hech kim nima deydi, ko'pchiligi uzoq umr ko'rgan. O'shaning uchun biz shu narsani fakt sifatida ishlatishimiz mumkin ekan. Yana bitta fakt aytaylik, keyin o'tamiz, boshqa narsaga o'tamiz. O'zingiz aytinglar, qanaqa fakt bor? Tovarda. Tovar o'zini oling, mahsulotni o'zi. Nima fakti bor? Uzoq yillar davomida shu kasallik bilan kurashayotgan insonlar yechimini topib ketadi. Bir marta U o'zi foydasi. Siz menga foydasini aytasiz. Nima faktga asoslangan? Nimaga unaqa? tabiiy. Bu ham tabiiylikka asoslangan. Uchinchisi ekan, demak, boy tabiiyni uchinchisi ekan. Men sizga tushuntirib beraman. Ximikat eterik barmoq yuzoryapti. Ukol qildingiz, ximikatda srazu ta'sir qiladi, lekin ozginadan keyin yana orishni boshlaydi. Tabiiy narsa nima ekan? O'sha yelkangizdan boshlar ekanda, yo'l-yo'lakay singib yo'l uzoqroq, ko'proq ochishingiz kerak. Da, to'g'ri. Zato butun organizmingizda qolar ekan o'sha narsa. Ertaga o'sha barmog'ingiz yechilib borganda uzoq yillarga qolar ekan. Shunaqa tushuntirsangiz bo'ladimi? Bo'ladi. Fakti demak tabiiy ekan. Tabiiyligidan tashqari yana qanaqa fakt bor? Mahsulotda. Yo'q. Mayli, yordam bering. Kichkinamu. Nimaga, mana savol, nimaga bizi mana bunaqa bankaga 3 taga sig'adigan narsani bittaga sig'dirib qo'ymaganmiz? Nimaga kichkina qilib qo'yganmiz? Savol. Ha, men qanaqa ichyapman? Bittasini ishga tashlab qo'yganman, Slim Fitda, bittasi uyda turibdi. Mabodo ishda bo'lib qolsam, ishdigini ichaman, uyda bo'lib qolsam, uydigini ichaman. Lekin agar men bitta banka bo'lganda menga, men uni uyda qoldirib ketsam, ishda icha olmayman. Ishda qoldirib ketsam, uyda ichaman. Demak, ta'sir o'zi keraklicha bo'lmas ekan. Sizga Slim Fit ataylab kichkina upakovkalarda qilingan, to'yga borib qolsangiz, hasharga borganingizda, kimnidir uyda qolganingizda yoki bo'lmasam uzoq safarga ketganingizda o'zingiz bilan olib olish uchun qulaylik yaratib beradi. To'g'rimi? Bu esa sizga effekt olishingizga ancha yordam beradi deymiz. Tushuntira oldimmi? To есть prezentatsiyada siz faqatgina faktlarga asoslangan bo'lishingiz kerak. Aytmang unga bizani mahsulot foydali, aytmang unga bizani mahsulotimiz qulay, bizani mahsulotimiz xavfsiz. Yo'q, fakt kerak. Siz quruq maqtamayotgan bo'lasiz. Faktlarga asoslanib, foydasini nimaga yo'l berishingiz kerak? Mana bu 4 ta narsaga olib berishingiz kerak. Qulayligini aytdik, xavfsizligini aytdik, pul jihatidan ham Luboyga to'g'rilab olsa bo'ladi. Liposoma bo'lgani tez yordam beradi va siz ko'p dori olib o'tirmaysiz. Tabiiyligi, effekti zarar bo'lmagani uchun qo'shimcha pul rasxod qilib o'tirmaysiz. Agarda kichkinaligini inobatga olsangiz, ishingizda qolib ketsa, borib aylanib yurishingizga vaqtingiz, pulingiz ketmaydi, effekt yaxshi bo'ladi va
Agar kapsula ko'rinishida bo'lgani uchun siz ukol anaqa qilib o'tirmasdan qulay tarzda ichasiz. Tushunyapsizmi? Juda ko'p bunaqa narsalar. Faqat topish kerak. Man boshqa davlatlar o'sha davlatga olib ketsa bo'ladi. Bemalol. Bemalol. Tamoshnikidan o'tkazib Bemalol o'tkazsa bo'ladi. Chunki birinchidan sertifikati bor, ikkinchidan bu bat, dori emas. Dorini olib o'tamiz. Mana misol uchun bir xil dorilar bor, olib o'tsa bo'ladi. Oddiy qiyin emas dorilar. Lekin qiyinroq dorilar bo'lsa, retsept orqali yoziladigan dorilarni tamojdan qolishi mumkin. Zararli bo'lgan joyi bo'lsa. Bat hech qachon muammo. Biz mana Amerikalarga sotganmiz. Fatalitini Amerikadagi klientimiz so'ragan, bitta klient tanishi bo'lgan, tanishidan chiqaz olgan. Amerikada Nyu-Yorkka domlani oldida bundoq rasm olganda rahmat degan. Rostmi bolalar maqtanib yurishgan, Amerikaga sotdim. Bunaqa narsa juda ko'p bo'ladi. Bemalol ishlasangiz bo'ladi narsani. Xo'p, kasalliklar bo'yicha immunni men sizga maslahat beraman, puxta o'rganishingizga. Nimaga? Chunki kasalliklarda vikup yaxshi bo'ladi. Mijozlari yoshi kattaroq, pul to'lash imkoniyatiga egaroq, jiddiyroq bu narsalarga qaraydigan odamlar. Lekin ikkinchi tanganing ikkinchi tarafi bor. Ular bilan faktlar orqali to'g'ri tushuntirib, oldi-qochdi gapirib, ularni interesini xohishga aylantirish kerak ekan. Shuning uchun biling, hozir ko'pchilik nima oladi-da? Menga potensiya berdi deb. Potensiyani approve qilish osonroq. Uni olaman deyishgacha olib borish osonroq. Lekin po faktu kuryer telefon qilganda bo'lishi mumkin, что o'ylanib ikkilanib qoldi. Отказ berishi mumkin. Yonayotgan, og'riyotgan, dardi bor odam kutadi o'sha narsani. Kesin shundan najot topaman deydi, harakat qilaman, lecheniya olaman shundan deydi. Shuning uchun bilingki, prezentatsiyada kasalliklarda ko'proq o'sha ertaga kasal bo'lganidan, davolanganidan keyin qanaqa hayoti bor? O'shani. Siz mahsulotni emas, nima sotishingiz kerak? Natijani emas. Orzusini deylik. Orzu deganda mana effekt olib bo'ldi mana bu tochkada. Mana bitta siz olaman dedingiz. Klient sizga olaman dedi. Mana bitta effekt olib bo'ldi. O'sha olib bo'lganidan keyin nima o'zgardi hayotida? O'sha именно nima hisobiga u hayoti o'zgaradi. Misol uchun aytaylik, o'sha boyga dodani ham misol qilishingiz mumkin. Ikkinchi varianti bor. Xuddi shunaqa yosh katta odamga qanaqa sotganmiz? Bilib oldimki, shu nevaralari uzoqda turadi, undan birga turmaydi. O'zi onda-sonda kelib qoladi. O'ynab, maza qilib aytadi, mevasidan ko'ra, daynagidan ko'ra mag'zi shirin deydi-yu. O'shanga shunaqa kelgan payti u yotib qolgan, bir marta aytib berdi o'zi, bir marta kelganda nevaralarni o'ynamay qoldim deganda, o'shani ushlab olganman-da, aytayman. Doda tasavvur qiling, bo'g'in og'riqlaringizni hammasini davoladik. Muammo emas, ichdingiz yaxshi bo'ldi, o'tib ketdi u narsa, effekti zo'r bo'ldi, sizga yoqdi. No, uni emas-ku eng kayf joyi. Eng kayf joyi shundaki, siz uyingizga mehmonlar bilan nevaralaringiz keldi. Yugurib kelyapti-da, boyagi negativ. Yugurib kelyapti-da, doda deb olayotganda qo'lingizni ko'tarib o'ynay olmasangiz-chi deyman-da. Yotib qolgan bo'lsangiz o'sha payt. O'zi kamdan kam keladi. Bu yerda yana u bilan o'ynay olmayapsiz ham. Qanaqa og'ir bu narsa sizga? To есть negativ orqali kirgan joyimiz ham bo'lganda, to'g'ri bunaqa bo'lsa odamga abidni bo'ladi. Ular bilan o'ynash eng kayf joyi, lekin o'sha narsani ham qilolmayman deganda, u negativ orqali shu emotsiya uyg'ongani uchun jo'nat menga deb oldi. Tushunyapsizmi? Qayerdadir pozitiv edi, qayerdadir negativ edi. Yana bitta xunuk misol aytib berishim mumkin. Endi bu narsani maslahat beraman, lekin yegan. Bitta operator yoshroq, o'quvi pastroq, lekin fantaziyasi juda kuchli. Aytayotgan gapini qarang. Agar deyapti, tasavvur qiling deyapti, nima yaxshi deyapti sizga? Cholda u ham yotib qolgan. Atrofingizda bola-chaqa, nevaralaringiz atrofingizda o'ynab yurgani yaxshimi, yo qabringiz atrofiga kelib duo qilib tilovat Qur'on tushirgani yaxshimi deyapti-da. Ani qo'rqib ketdi-da. O'zi ikkita narsa tasavvur qildi-da. Bittasida kalavatni oldi, yaqinlari bemalol u bilan o'ynab qaytib o'tirgan holatda o'ynayapti. Ikkinchisi qabrining ustida marmar tosh, odamlar tilovat Qur'on tushirib olmay qoldi. Qaysi biri yaxshi sizga shu deyapti-da. Gipertoniyami nimadir sotuvdi. Ha, конечно, birinchisi. Bo'ldi, unda oling, nimani kutyapsiz deyapti-da. Bu hop jo'nating deyapti-da, tushunasizmi? Bu ham bor. To есть siz bilmaysiz nima orqali kirish mumkin. No, har xil variantida ishlab ko'rish kerak. Asosiy narsa klientni qanaqadir bo'lsa ham emotsiya uyg'otish. Tushunarlimi? Xo'p, endi prezentatsiyada ko'pincha holatda narx bilan birga kelgani uchun boyga narsani narxga yana texnologiyalari bor ekan. Qanaqa texnologiyalar bor? Aytaylik, gamburger degan texnika bor. Bu ham prezentatsiyaning bir turi-da. Narx ham prezentatsiya qilish kerak. O'zidan o'zingiz hech qachon bitta narx bermaysiz.
Agar bitta narx berishni xohlasangiz, u narxni quruq bermang. Mana men bu gamburger sizga endi bu hozir o'xshamaydi gamburger, men bu kotlet deb hisoblang. Men bu bulchkani noni deb hisoblang. O'rtasida ko'katlari, mayonez, ketchuplari bor. Agarda siz kotletni yoki narxi o'zini bersangiz, u quruq bo'lib qoladi. Gamburgerning nimasi shirin? Noni bilan, mayonez, ketchup, o'sha anaqa pomidor bodring ichib qorni ochib ketmadim. Men juda ham qornim ochib ketdi. Bekor gapirdim bu gapni. Xo'p, gamburger mayli. Gamburgerda narxdan tashqari unda выгодasi, narxi, ya'ni foydasi va do'p выгода, bonus. Misol uchun, выгода degani faqat skidka bo'lmaydi bu yerda. Faqat skidkani yoki faqat skidka orqali sotish shart emas. Выгода deganda aytaylik, mana mahsulotni narxiga keldingiz. Klient aytayapti, "Bo'l, narxini ayting, menga bo'l" deyapti. Xo'p, sizga deyapti, "Mamnaqa qila oladigan mahsulot, ya'ni ham tabiiy, ham sof, ham zararsiz, ham pul vaqt tejaydigan, ham qulay mahsulotni" deyapti, tayyorlayapti ani. Boksga chiqqanda aytadi-yu, "Ladies and gentlemen, nechta yutgani, nechta nokaut qilgani, qanchalik zo'r" deb turib tayyorlaydi-yu. Xuddi shunaqa narxgacha nima zo'r taraflarini aytib olib, narsani atigi 1.188.000 ga skidka bilan sizga beraman. Lekin bu ham hammasi emas. Sizga qo'shimchasiga mendan tekin konsultatsiya, uyingiz agar shahar markazi bo'lsa, tekin uyingizgacha dostavka, ertaga savollaringiz bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilish imkoniyati va garantiyalar bilan sizga jo'nataman. To есть u prosta kotletani olmadi, u mana shuncha narsaga qo'shib yana do'p выгодаlarni ham oldi. To есть siz mahsulotingizning narxini maksimalni pastroq ko'rsatib, unga kiradigan narsalar maksimalni ko'paytirib berishingiz mumkin. To есть narx aytganingizda qo'shimcha выгоdalar bilan ayting. Bir xil aytadi, bizning o'zimizdan mahsulot 2 million turadi, skidka bilan 1.188.000. Bo'ldi. Tushunarsiz, nima kiradi unga, nimaga men u narsani tanlashim kerak, nima foydali aytadi. Da, prezentatsiyada aytdingiz, lekin u narx kelganda diqqat bo'ladi-da. Diqqatni imенно shu narxda bo'lib turganda qo'shimcha do'p выгоdalarni aytib tashlang. Chek bo'lsin sizda. Chekka nima kiradi? Shu narsa kerak. Yoki amerikanskiy realtorlar bor, maklerlar. Maklerlarning bitta uslubi bor. Amerikanskiy maklerlarning xitri bitta ayyorona uslubi bor. Qoyil qolish kerak. Nima qiladi ular? Ular misol uchun oila, aytaylik, oilaga uy sotish kerak. Shahar chetida, uzoq joyda joylashgan, ko'rimsiz, yonida na maktab, na bir do'kon, hech narsa yo'q. Eski bitta uyga boradi. Eski tashlandiqroq uyga, endi yashasa bo'ladi, no, eski. Uyga boradi-da, qimmat narx aytib qo'yadi. Shu uy u narxga vobshe arzimaydi. Lekin buni yo'li bor. Qimmat narx aytadi-da, mahsulotning qiymati kichkina bo'ladi. Mana bu narx, mana bu qiymat. Esingizda tursin. De bu bo'lmaydi deydi. Bo'ldi, boshqasini ko'rsatdi. Bo'ldi, yur deydi. Shahar markazidan cho'tki remontli, oldida hamma narsa bor, zo'r narsani o'zi aytaylik 70 ming tursa, 70 ming tursa, o'zi normal narxi. Unga 100 ming deydi. Ammo 200 ming turadi. Nimaga ro'y beradi? Nimaga bunaqa qiladi? Kim biladi? Maqsadi anonni baribir olmaydi. Ha, olmaydi, u aniq. O'tkazish uchun birinchisi qimmatroq ko'rsatib turib, ana cho'tkiga keyin arzonroq ko'rsatadi. Lekin shu arzonroq ham qimmat hisoblanadi o'zi, aslida. Lekin klient miyasida уже 200 mingdan ko'ra 100 ming arzon-ku. Albatta. Yana bitta narsa bor, birinchi uyda ko'rimsiz uyda yo'l masofasi, vaqti. Ha. Har tomonlama minus uy. Ha. Klient o'sha minus yo'q. To'g'ri. Lekin nima uchun u birinchi eski uyga qimmat qilyapti, yengilroqni arzon qilib beryapti? To'g'ri. Anuni oldida bu shikalat ko'rinadimi? O'zi aslida 70 ming, men 100 ming uryapman, lekin men hozir borib, sirazi bu uyni 70 mingni 100 ga ko'rsatsam olmaydi u. Uni oldidan solishtirishda, anuni oldi bu shikalat ko'rinishi uchun u birinchi eski uyni qimmatga ko'rsatadi. Buni arzonroq ko'rsatadi. Lekin arzonroq degani ham 30 ming выгодasi bor o'tdi. Bizda qanaqa ishlatsa bo'ladi narsani? 3 millionli mahsulotni Keling, men sizga qiynab o'tiringman-da, sizga aytaman. Bizda aytaylik 6 oylik kurs bor. 6 oylik kurs. Ha, 6 oylik kurs nech pul bo'lishi mumkin? 6 tasi 600 mingdan 3 million 600. Skidkasiz aytaylik 4 million 999 ming so'm.
Endi buni ko'p, lekin mana bunaqa deyish kerak-da. Lekin buni ko'proq ichishingiz kerak, vaqtingiz ketadi, 4.999.000 deysizda. No, undan tashqari bizda yana 1.188.000 ga aytaylik 2 oylik kursimiz bor. Bu tez effekt beradi. Yetarlicha pulingiz o'z joningizda qoladi. Qo'shimchasiga biz sizga tekin dastavka, tekin unaqa qo'shib tashlaysiz. Ani 6 millionni eshitgandan keyin u birinchi cho'chib oladi. Cho'chigandan keyin siz aytasiz, lekin bu hammasi emas. Bizda mana bunaqa kursimiz ham bor. Qisqa vaqt ichida yaxshi rezultatga ega bo'lishi mumkin, ham arzonroq, 1.188.000. To есть buni qo'rqitib qo'yib, keyin bunga o'tganingizda katta ehtimol bilan bu narsa unga arzonroq ko'rinishi mumkin. Agar sirazi 1.188 aytsangiz, mamnun etmasangiz, bu qimmat bo'lib qoladi. Lekin buni oldida bu ancha arzon. Eng yomon tarafi operatorlar mana shunga 6 oylik olsang faqat zo'r bo'lasan deb qolsa, buni olmaydi. Nimaga? Anunga pulim yetmayaptimi? Bundan foyda yo'qmi? Undan ko'ra anunga pul yig'ay deb bahona qiladi-da, men 6 oydan keyin senga telefon qilaman deydi. 6 oyda pul yig'aman 5 million deydi. Tushunasizmi? O'shaning uchun siz endi 6 oy katta narxu, o'rtacharoq bir 3-4 oyi 2-3 million qilib ko'rsatib, men buni bersangiz, uni oldida bu arzonroq ko'rinishi kerak. Bu bitta texnika. Shuning uchun prezentatsiyada mahsulotni gaplashib turganda narx aytishdan oldin boyga savol berish kerak. Narx aytish qochib ketmaydi, lekin mahsulot o'zi aslida eshitgan gaplaringizdan kelib chiqib sizga yoqdimi, yoqmadimi? Nima uchun kerak? Filtr bu. Agar mabodo narx aytishdan oldin u sizga yoqdi degan bo'lsa, demak gap narxda. Agarda bo'ladi, endi ko'rish kerak degan bo'lsa, hali mahsulot o'zi yoqmadi. Javobiga juda e'tiborli bo'ling. Agar ravon aniq da yoqdi, olardim, narxni aytsangiz bo'ldi desa, demak shay tayyor narx aytish kerak. Agar golsda, ovozda uverenness kamroq, da endi yaxshi bo'lsa, endi ko'ramiz-da endi deb qolsa, yaxshiga o'xshabotdi-ku deb qolsa, to'xtang. Sizda ovozingizda shubha eshityapman. Keling, agar mabodo ichingizda qolib ketgan savollar, tushunmagan joylaringiz bo'lsa, keling birinchi yaxshilab mahsulotlarni o'rganib olaylik. Narxni klient pishmaguncha aytmaganingiz yaxshi. Nimaga boshida aytmayman deyman narxni? Chunki quruq narx, hali hech qanaqa informatsiyaga ega emas, ehtiyojini aniqlamadingiz, oshirmadingiz, mahsulotni ko'rsatib bermadingiz, narx aytsangiz, juboy narx qimmat. Men buni eksperimentdan qilib ko'rganman. Tasavvur qiling, sizga klient 600 mingga ham qimmat deyapti. 1 millionni tim bo'lib qolmadi deyapti. Prezentatsiya bilan bu tushuntirib, ehtiyojini oshirib. Shunaqa bo'lganki, klient telefon qildi, nechi pul deyapti? 50 ming dollarmi? Ha, bo'ldi, o'ylab ko'ring, telefon qilaman deyapti. Chunki 50 ming ham unga qimmat. Chunki tushunarsiz nimaga pul to'layapti. Tushunarsiz qanaqa ehtiyojlar yopiladi. Tushunarsiz nima faktlari bor unda. Shu narsa uchun men bildimki, nima narx aytishidan qat'iy nazar u baribir nima bo'ladi, ko'zida qimmat ko'rinaveradi. Lekin hammasini aytib turib, prezentatsiyadan o'tib, keyin hajaba 1.188.000 siz ito o'ylab ko'rib, keyin telefon qilaman deganda siz aytishingiz mumkin. Siz oldini olishingiz mumkin. Men bu savol bilan mahsulot o'zi qanaqa? Yoqdimi yo yoqmadimi? Javobi aniq bo'lishi kerak-da. Ha deb yoki ha zo'r, endi narxini aytsangiz bo'ldi desa, demak aytavering narxini. Sal shubha uyg'ongan bo'lsa, tushuntiring, yo'q to'xtang, sizda shubha eshityapman. Keling birinchi sizni savollaringizni ustida ishlaylik, keyin narxini aytaman deyishingiz kerak. Tushuntira oldimmi? Juda ham yaxshi. Atiga degan so'z rosa katta rol o'ynaydi. Katta narx aytdi. O'zi xohlagan narxni aytganda, atiga deb qo'shib qo'ydi. O'shanda anu riski miyasiga boradi deb. Atiga bu yerdachi katta rol klientda emas, katta rol sizda. Nimaga bilasizmi? Bizani xatoyimiz bor-da, mana shu yaxshi eslatdingiz, o'shani aytish kerak. Bizani katta xatoyimiz bor. Biza klientni o'zimizni cho'nchigimizdan hisoblaymiz. Nimaga? Tasavvur qiling, sizga kimdir 1.188.000 narx aytdi. Siz aytasiz, "Voy, men o'zim ham olmasdim bu narxga. Men qanaqa qilib unga hozir katta narx aytaman? Kecha kim aytdi, narx kelganda dovdirab qoldim" dedi-ku. Sizmi? Nimaga bilasizmi? Chunki siz o'zingizga hali sota olmadingiz mahsulotni. O'zingizni qarichingizni hisoblab, "Voy, klient hozir u 1 million ko'p-ku. Mana buncha rasxodimni qoplaydigan pul qanaqa qilib oladi u?" degan maqsadda siz o'zingizdan cho'chib aytolmagansiz narx. Ichkari kirsangiz, bolalar bor, atiga 99 million, atiga 100 million ham devoradi-da. Nimaga? Chunki birinchidan hali unaqa opiti yo'q, любой narsani, hayotiy opiti yo'q demoqchiman. Любой narsani bilmaydi, qadr qiymatini, siz bilasiz. Shuning uchun 1 million siz uchun nimadir, nechtadir uyingizga ketadigan narsa, nechidir kunlik ovqatingiz, nechidir kunlik rasxodingiz, tushunasizmi? O'shandan kelib chiqib siz qo'rqib unga aytasiz. U narsa bo'lish kerak emas ekan. Nimaga? Chunki sizda bu ehtiyoj yo'q. Sizda kuygan joylaringiz yo'q, sizda qilgan ishlaringiz yo'q bunga o'xshab. Buni situatsiyasida 1 million bu juda kam.
siz tushunib oling, o'zingizni qarishingizdan hech qachon o'lchamang. Agar sizga bu narsa uchun 1 million ketkazish jinnilik bo'lsa, u uchun siz qilayotgan ishlardan qaysi bittasi jinnilik hisoblanadi. Bir-biri bilan o'lchab bo'lmaydi. Bilingki, klient uchun bu chipuqa. Klient uchun bu kam. Nimaga? Chunki men o'zim aytaman-ku, bepushtlikdan narsa sotganimizda klient aytadi, "Men 4 ta ego qildirganman" dedi. 20 ming dollar. Tasavvur qiling, odamlar 20 ming dollarga uy sotib oladi viloyatda. Chirchiqda ham 20 ming dollarga bir xonali uy olsangiz bo'ladi. U odam bo'lmagan, garantiyasi yo'q narsa 20 million tutib qolyapti. 20 ming dollar tutib qolyapti. Qaysi biri to'g'ri keladi? Sizni gapingiz to'g'ri keladimi? Voy, juda katta pul yoki uni ehtiyojidan ketkizib hamma narsani berishga tayyorman, lish bu o'sha farzandim bo'lsa deb. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun bilingki, что nima narx aytishidan qat'iy nazar, o'sha stoyib o'sha narsaga. Undan kelib chiqib gaplashing, sizdan emas. Siz bilingki, unda muammo ko'p, rosa ko'p rasvod qilishi mumkin. Siz bo'lmasangiz, ancha rasvodlar qiladi. Siz unga yordam berasiz. Atigi 1 million 188 mingga siz shuncha muammolarni hal qilyapsiz. Aslida boyga aytgan narsa ham aytdik-ku, Slim Fit'da emotsiya uyg'oting, bir kunini soting. O'sha yerda siz aytishingiz mumkin. Sizni eringizni sizga bo'lgan munosabati bir kuningizni cho'tki o'tishi nahotki turmaydi 1 million. Odamlar butun dunyosini tikib yuryapti, чтобы o'sha kunni o'tkazish uchun. Odamlarda shu narsa yo'q. Siz esa imkoniyatingiz bor, atigi shu 1 million 188 mingni ishlatish uchun. Ko'ryapsizmi? U shu narsani tushunish kerak. Что bu juda ham kam miqdordagi rasxod, uni evaziga unga shuncha narsa kelyapti. Ha? Butun umr, balki u bir kun bo'lmas. Balki har kuni shu narsaga o'tib ketishi mumkin. Uning uchun siz harakat qilmasangiz kim harakat qiladi? Eringizga hozir borib, adasi 500 mingga unaqa narsa bor ekan, siz eringiz nima deydi sizga? Bor undan ko'ra bolalarning maktabini narsasini ol deydi. Eringiz siz xohlagan narsani xohlamas balki. Senga kerak. O'shaning uchun sen harakat qilishing kerak. To есть, erida aytadi, sen kerak shu narsa o'zing nima? Siz aytishingiz kerak. Sen o'zing uchun harakat qilmasang, hech kim sen harakat qilmaydi. Men ishonaman, men ayollarni bilaman, men shu narsani tushunamanki, что ayol xohlasa 1 millionni ham topadi, 2 millionni ham topadi. Misol uchun, hamma ko'rgan, endi Dadam bo'ydoq degan kinoni ko'rgansizlar. Lo'liga 50 ming dollarni shuna berib olgan. Nimaga? Chunki u erini o'lmasligini xohlagan. O'tda ham nimadir desa bo'ladi, o'tda tushuntirsa bo'ladi, lekin aytmoqchi bo'lganim, ayol kishi nimanidir astoydil xohlasa, biladi eri o'ldirishini uni. Biladi u erining pulini olish kerak emasligini, lekin qiladi-ku shu ishni. To'g'rimi? Ha. Eng qizig'ani 500 mingdan deydi. Nimaga? Chunki u uchun 500 ming katta pulda. Tushunyapsizmi? Qarich hamada har xil. Ana uchun 500 ming, buning uchun 5 ming, ana uchun 50 ming. U qimmat kam yoki ko'pligidan emas, o'zini qarashidan-da. O'shaning uchun siz qachon o'zingizni qarashingizdan o'lchamang. Narxi og'zingiz bir chekkasidan chiqib ketsin. Siz qanchalik oson, kam, atigi deb gapirsangiz, klientlar xuddi shunaqa qabul qiladi. O'shanaqa so'zlar rol o'ynaydi. Продажада любой kichkina detal rol o'ynaydi. Oddiy salom berishingiz rol o'ynaydi. Oddiy u bilan gaplashishingiz, oddiy ovozingiz, yo'talib qo'yishingiz, boshqa odamga chalib qolishingiz, hamma narsa kichkina detallardan iborat topgan продажа. Shuning uchun shu narsalarni e'tiborga olib, klient bilan gaplashing. Savollaringiz bormi? Qanaqa savollaringiz bor? Mana o'sha gaplashyapsizlar klientlar bilan, to'g'rimi? O'shadan keyin qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi? Shunaqa savollaringiz bor. O'zingizdagi tajriba orttiradi. Boshida shunaqa. Ertangi sizlarga ko'proq bo'ladi bu. Kiringlar tajriba orttiradi faqat. Sizlar gaplashishga harakat qilinglar. Ko'proq o'sha sizlar qiziqtirib gaplashishga harakat qiling. Boshqacha aytganda, siz probegingizni oshirishingiz kerak. Qancha ko'p probeg bo'lsa, shuncha ko'p opit bo'ladi. Boshida aytdim-ku, mana bu 4 ta narsa dedim-ku. Mana bu vaqt aytdim-a? Sizni klient bilan gaplashgan vaqtingiz ko'p bo'lishi kerak. Bu yerda yurgan vaqtingiz emas yoki bir xil aytadi, "Men 1 yildan beri ishlayapman" deydi. Lekin 2 oyda men uni gaplashgan gapini klientdan urib qo'yishim mumkin. 2 oy tinimsiz gaplashsam, u 1 yilda kelib, ertalab kofelarni damlab, hamma bilan o'pishib ko'rishib, keyin joyiga o'tirib, sekin naushnik taqib, muzikalarni qo'yib, o'zini nastroyka qilib olib, cho'zilib boshlaguncha men kelaman, telefon qilishni boshlayman sразу. De 2 oy davomida uni 1 yillik gaplashgan vaqtini urib qo'yaman. O'shaning uchun kelib ketgan vaqtingiz emas, gaplashgan vaqtingiz muhim. Qancha ko'p gaplashsangiz, shuncha ko'p tajribangiz oshiradi. Chunki ko'p so'z ishlatasiz,
ko'p odamlar bilan gaplashasiz, har xil istoriyalar eshitasiz, har xil hayotiy tajribasini aytib beradi. De o'shandan kelib chiqib maksimal harakat qilasiz o'zingizga nimadir olishga. ikkita uchta operatorlar eshitib ko'rdim. Hammasini uslubi har xil ekanda. Kimdir eski maqsadga o'tiblar. Kimdir anaqani eshitib o'tirgan. Gaplashib bergan. O'shanlar aytolmadim o'zimga. Значит, mana bunday qilish kerak. Hammasidan olishingiz kerak. Ha, o'sha hammasidan ololmadim. O'zimga anaqa tuza olmadim. Продажада eng mag'zi shundaki, что ko'p odam eshitib, o'zingizga bitta stil yaratasiz. Продажада o'g'ri bo'lishi kerak. Stil o'g'risi, fishka o'g'risi. Bu normalniy. Bir xil uyaladi, oldiga borib menga ham o'rgat. Yo'q, uyalmasligingiz kerak. Eshitib hammadan o'rishingiz kerak. Eng yomon tarafi bir marta ishlatib ko'rdingizmi, o'xshamadim bo'ldi. Bo'lmas ekan demang. Ishlatavering, harakat qiling. Kamida 10 ta narsada, bitta narsani 10 ta odamda ishlatib ko'rsangiz, effekt bo'lmasa o'shanda aytishingiz mumkin. Demak, bu narsa o'xshamas ekan deyishingiz mumkin. Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. Kasalligi anaqilarkan, bilasizmi? Siz mana anaqa qilib tushuntirarkan. Kimdir o'sha tuzalayotgan, siz aytganda Plus tarafini. Men sizga yana undan ham g'ayratabiyisini aytaman. Men o'zim narxini boshida aytmadimman-ku. Menda bitta bola bo'lardi, qozoq bola. U bola ezmalarni choqtirmasdi. U bola dangal bola edi, dada net. U srazi telefon ko'tarishi bilan o'zini tanishtirardi, aka derdi, potensiyada, aka derdi. Bizning mahsulot hech kim zo'r derdi. Men vaqtim juda qimmat turadi derdi. Men sizga pachaklashib, uni maqtab o'tirgim kelmayapti. Pulingiz bormi yo'qmi, shuni ayting derdi. Ana, ha, nima derdi? Yo'q, dangal ayting. Olmoqchimisiz, yo'qmi dedi. Yo'q, olmoqchiman dedi. Necha pulingiz bor dedi. O'zi necha pul? 1.80 ming so'm turadi. Yo'q, unaqa pulim yo'q desa. Bo'ldi, unda menga bezib qo'ying. Yo'q, to'xtang derdi ana. Nima mahsulot o'zi tushuntirib bering desa, sekin tushuntirardi. O'shaning uchun mana eshityapsizmi, call center qanchalik gavjum. Eshityapsizmi, klientimiz juda ham ko'p. Vaqtim olmay, olasizmi, olmaysizmi dedi. Mayli, xatab ozginasidan bo'ladi, 500 ming jo'nataman, olasizmi? Mayli, xatab 500 ming jo'nating. Bo'ldi, chiqazaveradi. 3 minutda sotardi. Eng qizig'i o'sha vikup bo'lardi. Nimaga? Savol. Chunki birinchidan unga bu stil to'g'ri keladi, uni xarakteriga, uni uverenligiga odam qiziqadi. Nimaga bu haddan tashqari o'ziga uverenli? Nimaga menga tiqishga harakat qilmayapti? Nimaga men undan so'rab olishim kerak? Demak, bu yerda bir gap bor. Demak, haqiqatda mahsuloti zo'r bo'lsa kerak deydi, oladi. Ishonasizmi? Uni imенно gaplashishi, ovozi, xarakteri to'g'ri kelgani uchun eng katta oylik o'sha bola bo'ladi. Bolalar tushunmasdi. Bolalar endi 3 ta sotganda o'sha 10 ta sotib qo'yadi. Chunki 3 tani 30 minut bilan gaplashadi-da. Bu 3 tani 3 minut 4 minut bilan gaplashadi. 10 minut ichida 3 ta sotib qo'yadi. Bular 3 ta sotsa, bunda 10 ta bo'ladi. Kassasi balandroq bo'lardi, aprufi balandroq bo'lardi, oyligi ham balandroq bo'lardi. Odam ishonsa, klient ishonsa, suvni ham olib effekti bo'lishini aytish mumkin. Turkiston suv misol uchun. Men hali ham tushunmayman, qanaqa qilib Turkiston suvi odamlarni rak kasalliklarini yo'qotib yuborishini. Chunki bu ishonchga bog'liq-da. Suvda ichib ko'rdim, oddiy suv. Aytishim mumkin, ichida siz bilmagan minerallar bor, ular sizga ko'rinmaydi, zarrachalar bor, organizmingizga singanlar bo'lishi mumkin, lekin suvda baribir. Bizni haqiqiy tabiiy giyohlardan tekshirib, laboratoriyadan o'tib, odamlar haqiqatan Turkiston suvida effekt olganlar bor. Mana bizda ishchilar bor, Turkiston suvida ishlagan, uchardi deydi, zo'r uchardi. Men ishonmayman. Men ishonadigan narsamga kimdir ishonmaydi. Bu oddiy narsa. Men ishonmasdan aytsam, germanskiy narsadan ham effekt bo'lmasligi mumkin. Chunki ishonmayman. Ishonsam, o'sha oddiy suvdan ham effekt bo'lishi mumkin. Bu narsaga faqat siz ta'sir o'tkaza olasiz. Sizni ovozingizdan kelib chiqib, uverenligingizdan kelib chiqib, berayotgan foydalaringizdan kelib chiqib, klient sizga baho berib, mahsulotga baho beradi. Tushuntira oldimmi? Bo'ldi. Savollar bo'lmasa, sekin obedga chiqib, tanaffus olib, keyin yana Yusuf bilan praktika qilasiz. Хорошо? Ichkariga kirasizlar, zapis eshitasizlar. Hop. Bo'ldi. Hop.